Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust 2026-yil. Ro'paramizda Alinka uzumi. Bu uzumimiz 7-iyul kuni pishgan edi. Mana bir oydan oshiqroq vaqt o'zini bandida ilinib turdi. Ataylab qoldirdim tajriba sifatida. Qaytib ketarmikan uzum, so'lishib qolarmikan deb. Yo'q, mana ko'rib turganingizdek tetik karsillab turibdi mana. Hech qanaqa qaytmagan, pirqa bo'lmagan, rangiga gap yo'q. Mana shu Alinkani ko'paytirishni tavsiya qilaman. Chinakamiga go'zal, shirin uzum. Hozir bittasini tatib ko'ringchi. Kichkinasidan. Kamida 24 briks to'plagan. Ushbu nav Vladimir Aleynik seleksiyasiga mansub. O'zini nevarasi Alinka ismiga atab qo'ygan shunday chiroyli uzumni. Juda ham yaxshi uzum, tavsiya qilaman. Navbatdagi uzumimiz seleksioner Zagorulkani yana bir shedevr uzumlardan bittasi. Ajoyib muskat ta'mli, sitrus muskat ta'mli. Landish uzumi. Bu nihoyatda yirik donli muskat. Menimcha bundan yirikroq shu shayn muskat bo'lmasa agar, bundan kattaroq muskat yo'q. Muskat uzum donlarini yirikligini qarang. Juda katta. Bugungi kunga kelib to'liq pishdi. Mana tarang yaxshi turibdi. Rangi juda ham chiroyli, mana sariq bo'lib pishadi. Bu o'tgan yilgi payvandimiz. Landish uzumi. Buni faqatgina yegandagina ta'mini his qilishingiz mumkin. Muskatini ajoyib o'zgacha muskat. Sitrus muskat. O'sish kuchi juda ham zo'r. Kasallikka chidamliligi ham yaxshi ekan. Unaqa ko'p obработка qilinmadi bu tarafdagi uzumlarimiz. Aynan mana shu landishimiz. Shunda ham tanasida hech qanaqa kasallik yo'q. Juda yaxshi holatda. Landish. Tavsiya qilaman. Bu yil Abduvohid hoji akadan qalamchalarini olib ekkan koberlarimni holatini bir ko'ring. Mana kober 5BB. O'sib, mana shunaqasiga o'sib. Yetgan 3. Bular hali yana o'sadi. Sentyabrning o'rtalarigacha bemalol. Shuning uchun qalamcha va ko'chat olayotganda albatta ishonchli joylardan olinglar. Adashib qolmanglar. Kober 5BB. Bu yil qalamcha ekilgan. Qalamchadan chiqqan shoxni qarang, qalinligini. Qalamcha va ko'chatlarga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda ko'rib turgan raqamlaringizga aloqaga chiqqan holda. Kober 5BB. Ushbu uzumlarimizni, ko'chat va qalamchalarini ekranda ko'rib turgan raqamlaringizga aloqaga chiqqan holda buyurtma berishingiz mumkin. Mana shunday chiroyli pishgan, 4 ko'zdan kam bo'lmagan holda yetkazib beriladi. Qalamchalarimiz hammasi mana sog'lom, ajoyib holatda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.